Dostlar, yaxshimisizlar? Bugun Gullan yilida men gullanlik bir blogerni tanishtirib o'taman. Assalomu alaykum. Jallimiz sağa. Harman ishlar bilan. Siz bilan bir qisqacha intervyu ajaydim-da. İstanbul YouTube'a bakacağım. Instagram'ım var. Gullan Rek YouTube kanal, Instagram var. Aslında yönelişimni so'rayotgan bo'lsangizlar, chorva yo'nalishi bo'yicha syomka qilaman. Hozir kunda ijod ishga o'tiribdi. Shu yili boshladim ijodni. Yanvar oyida boshladim. Hozir qaysidan necha qatnashishingiz bor? YouTube'da 10 mingdan o'tib ketdik. Instagram'dan 9 azg'ana qolib turibdi, 9 ming. Mana shunday o'tibdi. Yaxshi. Asobiy chorvachilik yo'nalishi bilan ketasiz. Chorva yo'nalishi. Mashina bozoriga chiqmaysiz haqida. Mashina bozoriga endi xudo xolasa. Reklama olasizmi? Reklama olamiz. Oltirsan. Yaxshi. Ramazonga kelishilgan narxda. Shuni hozir reklamangiz necha so'm? Maraton yerimizga qarab, uzog'i, yaqinına qarab, Shuna qarab aytasiz, ha? Shuga qarimizdan kelishilgan narxda hozir ro'za Ramazon oyi bo'lib turibdi. Hammaga shu YouTube'dan, Instagram'dan bir barganda qo'yib beraman. İkisi bir bakadami ya arkasını İkisi ketdimi? bir baqa. Menda hozircha unda addini baqa yo'q. Ha, bir bakada ketib qoldi. Bir baqada shu Xudo xolasa rivojlantirjaqsiz jalla. Kanalimizni rivojlantirib, shu odamlarga aslında kerak narsalarni olib chiqishga harakat etaman. Asobiy kuzatuvchilar nereden size? Kuzatuvchi auditoriya Xorazm, bizda Qoraqalpog'iston. Yana bir savolim, YouTube'dan pul topasizmi? YouTube'dan Chiqarganmisiz? YouTube'dan monetizatsiyaga ariza topshirildi. Xudo xolasa Google AdSense'dan xat kelib qolish kerak menimcha. O'zi hamma narsani bajarib bo'ldim. Xat kelish kerak. Xat kelsa, xudo xolasa. Kanallarına abone bo'lib qo'yinglar. Gullan Rek muallif kanalining admini bu. Bunda qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada o'z fikrlaringizni yozinglar do'stlar. Sizlar bilan men Ilyos Qumonboyev bo'ldi. Omon bo'lasizlar. Sog' salomat bo'linglar. Пока.